Kırgızistan özü 7 milyon, bırak onun 5.000 qariyi var. Moldasından başka. 5.000 qari. Qari men molda iki bölük болады. Bilesizmi benim? Qari degenimiz жалғыз Qur'onda жақсы оқитын, baştan ақырына шейін жатқа білетін адамды qari дейді. Molda deb turib, sol Qur'onning переводтайтын, tafsirlaytın, Arapçan жақсы білетін адамды molda дейді. Qırgızlarda 5.000 qari var. Olar bırak 7 milyon. Endi olarning ulkan g'olimlari, misol hozir dunyoda 2-3 o'rinda turadigan ulkan g'olimlari bor. Alauddin Mansur, Shah Muhammad, Shah Yunus degan ulkan g'olimlar Qirg'izistondagi bo'lar. Shanada butun hozir olamga tanilayotgan o'sha Abdushukur Narmetov degan Chuba